yoqtirmay qolish sabab bekordan bekorga bo'lmaydi-yu, nimasidadir qayerdadir dars ketgan bo'ladi. 5 yildan beri bitta qiz bilan gaplashib yuraman. O'shandan 4 yili uni uydagilari ham, meni uydagilarim ham uylanishimmi, hamma narsa o'zi hal bo'lgandek bir qarashda to'y cho'zilib kelyapti. 5-yil ketyapti. Hozir o'sha uylanmoqchi bo'lgan qizim yoqmay qoldi menga deb kelishadi. Avvalambor nimaga yoqmay qoldi? 4 yil yoqib kelgan, 5-yil yoqmay qoldi. Nima paydo bo'ldi? Nima sababdan? Uni avvalambor bilish kerak kelib chiqishini. Men taklif qilganman, qizini ham olib kelgan, gaplashib ko'raydi. Uni birinchi tegiga yetdik, nima sababdanligini. Keyin qizi bilan gaplashdim. Tayyor erga tegishga, yaxshi ko'radi hali ham yigitni. Bo'lgan xato kamchilik ustida tushunib yetdi, nima sababdan yigiti uni yoqtirmay qolganini. Ora-orada behurmatsizlik qilib qo'ygani sabab bo'lib chiqqanda. Behurmatsizlik ham qanaqa? Bola bolaligidan erkinlikni xohlab kelgan. Chunki uyda erkinlik his qilmagan, nazorat qilgan, adasi ham qayerda yuribsan, nimasan, unga ishonishligini xohlab kelgan, lekin ishonishmagan. Nazorat agar kuchli bo'lib kelgan bo'lsa, hayoti davomida inson nazoratdan qutulib erkin hayotni xohlaydi. Qiz bilan gaplashib yurgan vaqtda qiz uni nazorat qilishga harakat qilgan, xuddi onasiga o'xshab. O'sha narsa qattiq tegib ketgan. Jazavasi ko'tarilib ketavergan. Menga hech kim xo'jayin emas, sen hali men xotinim emassan, o'sha xo'jayinchilik qilyapsan deb jahli chiqib ketavergan. Qiz bola bilmagan holda uni nazorat qilib qo'yayotgan bo'lgan. Qattasiz, qachon kelasiz deb oddiy savollarni bergan. Lekin unga o'sha onasi qattasan, qachon kelasan ga ulanib ketgan. Qarang bir-biriga. Nima sababdan uni jazavasi chiqib, yoqtirmay qolganini kelib chiqishining sababini aniqladi. Uylanmoqchi bo'lgan qizini asossiz ayblab qo'yayotganini tushunib yetdi. Va qiz ham keyinchalik bu savolni bermaslikka harakat qilishini kelishib olindi.